oyi Qur'on oyi bo'lganligini isbotini hozir ko'rsatamiz. Biz hozir umrachilar bilan, ziyoratchilar bilan Zulhulayfa masjidiga keldik. Hozir mana shu joyda Qur'on tarqatilyapti ekan. Inshaalloh hozir ushbu qur'onlardan olamiz. Alloh taolo hammalarimizga Ramazon oyida kelishlikni nasib qilsin. Ushbu joylarda payg'ambarimizning mehmonlariga Qur'on tarqatilyapti. Oyi emas bu, rahmat oyi demak bu. Ramazon keldi, Ramazon. Ramazon oyida kelishlik barchamizga nasib qilsin. Rahmat oyi demak. Mana Qur'onlarimizni ham oldik. Shu videoda o'zingizga eng yaqin bo'lgan insoningizga jo'natib qo'ying. Ramazon oyida umra qilishlik barchamizga nasib qilsin. Zulhulayfa masjidida 114-darzadan chiqqaninglarda tarqatyapti. Inshaalloh hammalari kelib bemalol olishligi mumkin. Ning ahdi bo'lgan, islomning fathi bo'lgan, Ramazon keldi, Ramazon.